Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdon aka-uka, opa-singillarim, hammanglarni xonadoninglardan tansihatli, xotirjamli ofiyat tark etmasin. Qiyomat kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni majlislarida u kishi bilan va ulug' sahobalar bilan bitta dasturxonda ham suhbat bo'lib, ular bilan ulfat bo'lishlikni orzusida yashamagan biron bir musulmon bo'lmasa kerak. Albatta men ham mana shu orzusida yashaganligim uchun mana shu haqida bir she'r yozganman. Jannatdagi ulfat degan, eshitib qalbinglar yarar degan umiddaman. Qani boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Jannatdagi ulfat. Har bir inson hayoti ajib bir kitob. Bir kun shu kitob ustida bergaymiz hisob. Ul kitob emas oddiy qog'ozdan, eng avvalo so'ralar namozdan. Farishtalar kitobni ochar varoqlab, namoz o'qigan peshonasi turar yaroqlab, mo'minlar sirotdan o'tishga tayyorlar, qo'qib qaltirar yetim haqqin yegan ayyorlar. Kimgadir yoqar mahallada oqqan ariq, kimgadir ariqdagi suzayotgan baliq, kimidir fe'li muloyim, gaplari iliq, gaplari ma'noli, yuzlari oyday tiniq. Shunday insonki och qolgan qo'shnisin boqar. Shayton inson bor, qo'shnisin sotar. Unga ham Robbim ko'rsatgan kuni boqar. Bilmadim bundaylar qabrda qanday yotar. Jannat ahliga birinchi taom kit jigaridan, undan yeyolmas ota-onayu kechgan jigaridan. Naqadar go'zal jannat, ko'zlar qamashar, borsang jannatga hisobsiz hurlar talashar. Daryo ustiga qurilgan go'zal so'rilar, xotirjam o'tirgaysan, u yerda yo'q o'g'rilar. Jannatda yo'q hech qanday kulfat. Jannatda yo'q hech qanday kulfat. Bilasizmi kimlar sizga bo'lar ulfat? Abu Bakr, Umar, Usmon, Bilollar, bo'lsang agar benamoz amalsiz, senga ulfat chayonu ilollar. Alloh mana shunday chayonu ilollarga ulfat bo'lib qolishini Alloh o'zi saqlasin. Hammalarimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan va ulug' sahobalar bilan bitta dasturxonda ulfat bo'lib o'tirishni Alloh hammamizga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.